Pitomlikda sotiladigan qushlarni arzon qilib beraman. Hammasi sotiladi. Aloqaga chiqarasizlar. Bu yerda asosan ajreli, sariq, oq hamda kriminal, kobalt voyena ranglari bor, hamda Aleksanderlarimiz bor. Hozir Namanganda kelishilgan holatda chiqarib beriladi. Iloji boricha optim sotamiz. Hammasini oladigan odam bo'lsa, kelishtirib chiroyli narxga beriladi. Bizda sotiladigan qushlarimiz bor. Ajreli hamda Aleksanderskiy qushlarimiz. Ajrelivimizda oq, sariq hamda kriminal ranglari bor. Soni 30 dan ziyod. Aleksanderskiy qushlarimiz ham 30 dan ziyod. Qushlar hammasi mesni, Namanganda ochirilgan qushlar, katta pitomlikda, keng valirlarda uchib yurgan, sog'lom, hamma joyi butun qushlar. Qushlarimiz shu yil erta bahor, fevral-mart oylarida chiqqan. Kesimlari juda yirik, sog'lom, baquvvat qushlar. Ekraningizdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bog'lanishingiz mumkin. Iloji boricha optim sotiladi. Videoda to'liq obzorini YouTube'dagi Diyor TV kanalida tomosha qilishingiz mumkin.